Xo'p, arxiv dasturlarni qanday o'rnatamiz yoki qanday qilib ishlatamiz? Birinchi o'rinda meni kompyuterimga hamma arxiv dasturlar o'rnatilgan. Shuning uchun ko'pini o'chirib tashlayman. Sababi meni kompyuterimda boshqatdan noldan sizlar ko'rib o'rganib olishlar uchun. Birinchi o'rinda bularni o'chirib tashlayman hammasini. Hop. Da. Boshini sizlar qilib o'tirmaysizlar. Agar kompyuterlaringiz o'zida bo'ladigan bo'lsa, promoy boshlab ketaverasizlar. Men prosta boshida boshqa kompyuterga o'rnatmoqchi bo'lsanglar, qanday qilib o'rnatishlarini ko'rsatib beraman. Misol uchun, menga hozir WinRAR dasturini o'chirib tashladim, to'g'rimi? Menda WinRAR dasturi yo'q. Endi uni qayerdan olaman? Internetga kirib, shunchaki WinRAR skachat. Bu yerda o'zi mana chiqadi. Free degani bu tekinga. Skachat WinRAR qilib yuklab olsak bo'ladi. Undan keyin mana yuklanishni boshladi WinRAR dasturi. Endi WinRAR dasturini qanday qilib o'rnatamiz? Hop. D-diskda o'zi zaruriy dasturlarda bor WinRAR. Endi sizlarda bor, boshqa joydagi kompyuterda o'rnatmoqchi bo'lsanglar, boshqa joyga kompyuter kerak bo'lib qolsa, o'sha tarzda ko'rsatib qo'ydim. Keyin 2 marta bosgandan keyin o'rnatishga ruxsat so'raydi. OK ni bosaman, o'sha o'rnatiladi. O'rnatilgandan keyin mana bu joydan dastur chiqmaydi. WinRAR yoki arxiv dasturlari hech biri chiqmaydi. Faqatgina banzipda o'zini dasturi chiqishi mumkin. 7zip bilan WinRAR chiqmaydi. Pastdan mana bu yerdan topib, puskdan topib chiqarib qo'ysanglar bo'ladi, lekin keragi yo'q. Umuman keraksiz. O'tgan safar mana kengaytmalar bilan ishladik, to'g'rimi? Endi mishkani o'yin tugmasini bosaman ustiga, keyin pastdan svoystoga bosaman. Birinchi o'rinda qarab oladigan narsam buning razmeri 981, to'g'rimi? Keyin buni fayl kengaytmasi yo'q, ko'ryapsizlar-da? Tipi shunchaki oddiy papka fayl bo'lib turibdi. Hop, yana bir marta o'yin tugmani bosaman. Keyin ikonkalarini eslab qolinglar. Har doim arxiv dasturlarining ikonkasi sizlarga yordam beradi. Mana bu bandzipli ikonkasi, chaqmoqcha bori. O'rnatganinglardan keyin dasturda o'zi chiqmaydi, bandzipniki chiqadi. WinRAR'diki mana, WinRAR yoki 7zipniki mana bu yerda chiqadi mana. Mana bu WinRAR'diki. Endi bizda 4 ta holatdagi chiqyapti. Добавить arxiv. Arxivga o'tkazib, emaildan jo'natib yuborish. Bu narsa kerak emas. Keyin bu ham mana arxivda mana RARga o'tkazib, buni ham emaildan jo'natib yuborish. Bu ham kerak emas. Добавить va arxiv. RARga o'tkazgandan keyin shunchaki kompyuterimizga saqlanib qo'yadi. Buni ham ishlatmaymiz. Добавить va arxivni o'zini bosamiz. Bosganimizdan keyin bizga WinRAR'da mana interfeysi ochiladi. Interfeysi ochilgandan keyin birinchi o'rinda har doim qiladigan narsamiz mana bu yerda o'zi kengaytmalar .rar deb turibdi, to'g'rimi? Endi turgandan keyin obzorni bosamiz. Obzorni bosgandan keyin qayerga saqlanib qilish kerak? O'sha narsa chiqadi. Рабочий stolni bosaman, keyin saqlanib. Saqlanibni bosdim. Mana рабочий stolga kengaytmalar .rar bo'lib tushyapti. To'g'rimi? Keyingisi format arxiv. Boya aytganimdek, WinRAR'da faqatgina ikki xil holatdagi kengaytmani qabul qiladi. RAR bilan zip. Mana, boshqasi yo'q. Ikkinchisi metod upakovki. Qanchalik eng maksimal, mana maksimal darajada siqib beradi. Agar gigabaytlab yoki mana terabaytlab bo'ladigan ma'lumot bo'lsa, biz uni mana bu yerdan bo'laklarga bo'lib saqlanib qilsak bo'ladi. Bo'laklarga bo'lib bitta faylga tushadi, lekin bu narsa katta ma'lumotlarda ishlatiladi. Bizniki hozir atiga 9 megabayt bo'lgani uchun maksimalni tanlanadi. Ikkinchisi, ustanovka parol. Xavfsiz saqlash uchun yoki faqat ma'lum bir odam ocha olishi uchun bunga parol qo'yamiz. Okey. Endi mana bu tomonidan hech narsa tanlanmaydi. Shunchaki okey deb bosamiz. Endi mana загрузка chiqdi. Mana kengaytmalar kitobcha holatda, ya'ni o'sha mana kamar taqilgan kitobcha holatda chiqdi. Bu arxivlandi degani. Birinchi holatda buni svoystvasini ko'ramiz. 980. Ja, unaqa qisqartirmabdi, to'g'rimi? Bir necha gigabaytga qisqartirib bergan. Xo'p, undan keyin ochib ko'ramiz. Kengaytmalar mana shuncha kengaytma turibdi. Agar bularni ichiga kirmoqchi bo'lsam, mendan mana parol so'raydi.
Agar parolni bilmasam, shunchaki ichga kirib bo'lmaydi. Mana, har bittasiga kirmoqchi bo'lsam, shunchaki parol. Parolni bilmagan odam bunga kira olmaydi. Bu ma'lumotni xavfsiz saqlash uchun. Keyin ikkinchisi, mana buni ichida bizda hozir fayllar bor, to'g'rimi? Sizlarga aytaylik, kimdir arxiv holatda mana shunaqa qilib tashab berdi. Endi buni arxivdan qanday qilib chiqaramiz? Men masalan mana bu osh docx ni chiqarmoqchiman. Ustiga mishkani o'yin tugmasini bosaman. Извлечение va указание papku. Tezkor komandasi Alt E. Bosaman. Endi so'rayapti, RARdan chiqarish, ya'ni arxiv holatdan chiqarish uchun qayerga saqlanib qilasan deyapti. Рабочий stol tanlayman. Okey. Keyin paroli 1. Okey. Endi chiqib ketaman, ko'raman. Mana osh docx chiqdimi? Sirazi chiqdi. Xo'p, bu WinRAR orqali siqish endi. Endi biz 7zip orqali qilamiz. 7zip dasturi ham context menyusida bo'ladi. Context menyusi biron bir faylni ustiga olib borib, mishkani o'yin tugmasini bosganimizda chiqadigan oyna bizda context deyiladi. Hozir bu yerda ikki xil holatdagi arxiv bor. Birinchisi bandzip, ikkinchisi WinRAR, to'g'rimi? Lekin 7zip yo'q. Sababi meni kompyuterimda 7zip o'rnatilmagan. Buni ham xuddi shunday boyagiday qilib internetdan tortib o'rnatsanglar bo'ladi. Zagruzkaga tushadi mana yerga mana. Boya WinRAR'dagi tushgan-ku mana. 7zipni ham tortsang shaqa tushadi. Torchni boya internetdan yozib ko'rsatdim-ku. Boshida ko'rsatdim-ku shuni. Men hozir dasturlarda tayyori bor. Dani bosaman. Da. WinRAR ham 7zip ham mana o'rnatildi. Endi bu yoqqa ustiga o'yin tugmani bosaman. Mana. Endi 7zip chiqyapti, to'g'rimi? Faqat buni oynasi mana bu yerdan to'g'ridan chiqadi. Buni o'zini hech qanaqa ikonkasi ham, boshqa narsasi ham yo'q. Добавить va arxiv bunda ham xuddi shunaqa. Mana buni interfeysi uje umuman boshqacha, ko'ryapsizlar-a? Keyin fayl kengaytmasi ham zip. Boya WinRAR'dagi RAR bo'layotdi. Buniki zip bo'lyapti. Format arxivani bosadigan bo'lsak mana. Bunda hozir 4 ta ekan. 4 ta ekan. Boyagi WinRAR'da esa 2 ta edi. Bunda 4 ta chiqyapti. 7z, tar, vim, zip. Xo'p, 7z bu o'zini основной, tar esa o'ziniki emas, bunaqani ochib berish qobiliyatiga ega. Xo'p, biz zip holatda qoldiramiz. Keyin уровень сжатия qanchalik darajada siqib beradi. WinRAR'da qancha edi? Eng ko'pi maksimumgacha edi. Maksimumgacha, maksimalnigacha. Mana bunda esa 7zipda. Maksimalnidan keyin ultra ham bor. Keyin pastida mana parol qo'yish joyi bor. Bu yoqqa ham biz parol qo'ysak bo'ladi. Xo'p, bunga parol qo'yib o'tirmayman. Okeyni bosadigan bo'lsam, bu ham siqib beradi. Siqib bergandan keyin bu ham kitobcha holatda chiqdi, to'g'rimi? Lekin bu bizda mana zip edi. Agar sizlar 7zipda yoki zip holatda arxivlagan bo'lsanglar, buni ochiladigan dasturi hozir WinRAR bo'lib turibdi. Biz buni boshqasiga o'zgartirsak bo'ladi. Izmenitni bosib, aytaylik, bandzipga ham o'zgartirsak bo'ladi. Zipkini ko'pincha provatnikka qo'yib qo'yaman. Okey. Okey. Mana. Mana unda ochilgan fayl turibdi-ku. Bu fayl siqilgandan keyin mana zamok bilan yopilgan holatdagi chiqyapti. Bu o'sha arxivlangan faylligini bildiradi ikonkasi. Ichiga kiraman. Yo'q, ichiga kirish bizga kerak emas. Svойство orqali buni razmerini ko'ramiz. 978. Asl faylimiz 981 edi. To'g'rimi? Ozginaga qisqartirib beryapti, chunki o'zi 9 megabaytdan unaqa katta emas-da. O'shaning uchun uncha sezilmaydi. Xo'p, endi buni ham o'chirib tashlayman. Keyingisi bizda qaysi arxiv dastur qoldi? Bandzip. Mishkani o'yin tugmasi bandzip. Bunda добавить degan narsa yo'q. Sazdatni bosaman. Sazdatni bosgandan keyin buni interfeysi, ko'rinishi ko'rib turibsizlar, umuman boshqacha darajada. Xo'p, bu o'zi shunaqa mana desktop, ya'ni рабочий stolga tushib turibdi. Ikkinchisi exe. Bu fayl kengaytmalarni exe qilib o'sha dasturga aylantirib beryapti. Lekin bu narsa bizga kerak emas. Fayllarni yaxshi saqlamoqchi bo'lsak, ISO ga o'tkazganimiz yaxshi. Lekin ISO ga o'tkazsak mana
parol qo'yib bo'lmaydi. Parol qo'yish tugmasi уже yopiladi. Agar buni hop ISOga emas 7Z ga o'tkazsam mana уже parol qo'yish chiqadi. Ko'ryapsizlar? ISOda, tarda yoki boshqasida parol qo'yish chiqmaydi mana. Fayl kengaytmasini targa o'tkazadigan bo'lsak, chiqmaydi. Zip holatida qoldiraveraman. Keyin uстановitni bosaman, parol qo'yaman bunga. Okey. Keyin mana yerdan дополнительный bosadigan bo'lsak, bitishga qo'yadigan bo'lsak, bizda qolgan boshqa sozlamalar ham ochiladi. Hop, normalniy. Bunda ko'ryapsizlar, maksimalnigacha. Bunda ultra yo'q. Ultra faqatgina 7 zipda bor. Bunda ultra yo'q. WinRAR bilan banzipda faqat maksimalniy holatigacha siqib beradi. Hop, endi zapusk tugmasini bosaman. Mana. Keyin zakritni bosaman. Hop, atmeni. Bu boya provodnikka o'tkazlikka ochiladigan dasturimiz. O'sha boya qolib ketdi. Endi buni banzipga o'tkazaman. Svойства ochiladigan dasturi mana provodnikda turibdi. Izmenitni bosamanda endi banzipni tanlab qo'yaman. Okey. Okey. Mana ko'rinishi chaqmoqcha holatga o'tdi, to'g'rimi? Endi buni ko'ramiz qanchalik darajada siqib beribdi. Bu ham 978. Hop. Endi buni ichiga kirib ko'raman. Bu ham уже xavfsiz saqlash uchun mos. Neverniy parol dedim, уже ochmaydi. Xo'p, sizlar ham fayllarni xuddi shunday qilib arxivlab bittadan qo'yib chiqasizlar.